Aleyküm Yakubu House obunachilar, aziz mijozlarimiz. Yo'lning ustidan ko'p kvartira so'raysizlar. Hozir shunday bir kvartirani ustida qaranglar. Charraqa, chapga ketsangizlar, Ayver taraf. Bunda Ataxan market, Amin Mulla avtosalon, bunda Stroydom. Eldinda shuningdek parkovkalari bor. Birinchi etaj bilan podvali dukan ekan, 2, 3, 4 kvartira. Hozir sizlar bilan shuni birgalikda ko'rib chiqamiz. İkinci etajdan chiqqanimizdan shunday podyezdlar 4 eshik bo'ladi. Akkuratni qilib remont qilib qo'yibdilar. Podyezddan demir eshikdan qo'sh rayondan qo'yib beribdilar bu yerda. Yaqinlar giraverishimiz prixожий zona shuningdek prixожий mebellarni bemalol qo'yib beraversa, sig'ib turaveradi. Endi yana rakovina qo'yib bersangiz bo'ladi, chunki sanuzel bu qismda joylashgan. Qaranglar, bu yerimiz sanuzel bo'ladi. Katta ekan, ajoyib, hamma narsa sig'adi. Shundan shunday bir turba chiqarib berib, bu ham rakovina qo'yib bersangiz bo'ladi. Shunday katta koridor tushgan bu yerda. Bu xonamiz kuxnya bo'ladi, yaqinlar. To'qli bo'lgan shlankalari, buni отопительный sistema shlankalari уже o'tib turibdi. Yaqinlar ish chiziq nechun qoldiriladi? Bilsangizlar kommentariyada yozib beringlar. Oxirida aytib o'taman. Gaz, svet, suvdan muammo yo'q. Baland ekan, ajoyib. Bu yerimiz yine spalnya bo'ladi. Plitalar ham zakonisidan bosibdilar, lekin dush chiqibdi bu kvartira. Bu tarafimiz zal bo'ladi. Zaldan ikki ayna tushgan skvozna bo'lib turadi. Yaqinlar, qaranglar, 60 metr kvadrat atrofida plus-minus narxi 355 million azgina kelishadi yer bor. Uy egasini nomerini ko'rsangiz, uy egasi ishda bo'laman yo'q, o'zingiz nomeringizni qo'yaveradi. Kastalardan qoldiraman, o'zlaringiz nomerlarini bemalol telefonlashib, bog'larni xabarlasangiz, kelib ko'rsatamiz. Tochka Abdushi ko'rdingizlar, yo'lning dik ustida yana Ataxan market ismi, onda avtosalon. Xullas hamma narsaga qulay bu yerda. Yo'lning dik ustida o'tgan, gaz suvdan muammo yo'q. Personallar bemalol bog'laninglar. Kvartira bo'lsa bir like bosib, izohlar kelaysiz.